Restoga tushganlar borganmi? O'zingiz Fronta? Sizmi? Restoga tushganmidingiz? Tushgandim. Borib keldingizmi? Borib keldim. Restoga tushganlar granitsiya bo'lsa deport qilib yuboradi deydi, bir ikkita komissiyalarda. Sekingina chiqib turaylik, borib keldik. Qanday bildingiz tushganingizni? MVD saytdan. Saytdan. Restoga tushgan edingiz. Hech qanaqa posta ishtimadimi? Yo'q, yo'q. Akalar opalar, mana shu akamiz mana restoga tushgan, borib keldi. Mana o'zlaridan ishtasizlar nima bo'lgan? Aka militsiya yoki biror nimalar ishtama degan yo'q? Yo'q, ishtama degani yo'q. U tamojnida posta picha turibdi. Ishtama degani yo'q. Bordingiz, o'tdingiz, keldingiz. Bordim, o'tdim, keldim. Kartalaringiz ham qullanuvdimi restoga tushganingiz? Akalar opalar, mana restoga tushganlar borib kelyapti. Patinga ham topshirgani bor. Patinga topshirib shu restoga tushgan odamlarning 80% ochilyapti. Ochilmaydiganlari ham bor lekin ichida. Patin bermasligi ham mumkin, faqat 20% odamga. Lekin granitsaga aloqasi yo'q. Borib, kirib, chiqib, kelib bemalol kelaverasizlar. Aka, beroq kelinglar, sizlar ham biror nima deylar. Necha yoshdasiz aka? Ha, biz 45 ta. 45 ta. Aka, nima deysiz? Qanday bor? Shofer yaxshimi? Yaxshi, shofer yaxshi kuldirib, xushasab bilan borib keldik. Allohga shukr. Yo'llar yaxshi, tinch. Aka, restoga tushganlar ham boraversinmi? Ha, boraversin. Qiynalmaydimi? Yo'q, xudoga shukr, mana o'zlari aytsinlar, qiynalgan bo'lmasalar kerak. Akalar, mana ko'rdilaring, restoga tushganlar ham boryapti. Aka, bizdakimi qancha yuruvdingiz? Dokumentingiz bormi? Patentga bir 3 oylar to'laganim yo'qdim. Registratsiyaga ham to'laganim yo'q. 3 oy bizdakimi yuruvdingiz? Ha, Aka, sizchi dokumentingiz qancha edi? So'rogi bormidi? So'rogi bor edi meniki. Vaqtida borib keldim. Ishlamadi. Lekin reyestrga tushganlar bemalol borib kelyapti. Akalar, restoga tushganlar qo'rqmanglar. Har kim har xil kommentariy yozib tashlaydi-ku, restoga tushgani borsa qamab qo'yadi. U bilib-bilmasdan yozaveradi. Mana restoga tushgan odamning o'zi borib kelyapti. Borib keldingiz, to'g'rimi? Borib keldim. Nima maslahat berasiz ana shu negativchilarga? Hech kim qo'rqmasdan bemalol borib kelaveradi. Biron oshiqcha gapirgan yo'qmi? Biroq oshiqcha gapirgani yo'q. Hammasi joyida. Bildimi shu postni ham restoga tushganingizni? Yo'q. Bilgan Hech tekshirgani yo'q. Restoga bu granitsaga kirdi chiqdiga aloqasi yo'q akalar. Bemalol borib kelaverasizlar. Qaytib kelayotganimizda kolonna post to'xtatdi, обратныйga. Ha. To'xtatib, fonni pasportlarini yig'ishtirib, mana o'zlari va borib nimachasini ichiga kompyuterga solib chiqdi bittadan. Ha. Javob berib O'chirib ketgansizlar Ha, hamma zakonni aytib javob berdi, qaytib kelaverdi. Akalar mana kelishdi.